Qilgan ibodatlari bekor bo'lib ketadiganlar. Abduri Muhammad Yusuf. Arab tilidagi ibodat degan so'z lug'at e'tibori bilan bo'ysunish, itoat qilish degan ma'noni ifodalasa, islom atalg'usida Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarning hammasini o'z ichiga oldi. Dinimizda ibodat ikki turlik bo'lib, biri amaliy ibodat, yana biri simvollik ibodatdir. Amaliy ibodat durustlik va haqqoniylik deganlik bo'lib, muomala bilan axloqqa markazlashidi. Ya'ni Qur'on Karimning va payg'ambar alayhissalomning axloqi bilan axloqlanib, Alloh taologa va maxluqotga durust va samimiy bo'lishdir. Alloh taoloning men jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim degan so'zida ko'zda tutilgan ibodat mana shu amaliy ibodatdir. Islom dinimizning g'oyasi amaliy ibodatlarda aks etgan. Habashiston hozirgi Efiopiya podshohi Najoshi panohlanish uchun Habashistonga kelgan musulmonlardan dininglarni menga tushundiringlar deganda Ja'far ibn Abu Talib raziyallohu anhu mundaq degan: "Ey podshoh, biz butlarga cho'qindigan, zina fohish qildigan, urug' tuqqandarchilikqa rioya qilmaydigan, hur kishilarni qo'l qildigan, haromni yeydigan, kuchliklarimiz, ojizlarimizni bo'zaq qiladigan bir qaloq qavm edik. Allah bizga biz nasibni, rostchilikni, iffetini va aminlikni yaxshi bildigan bir kishini payg'ambar qilib avatdi. U payg'ambar bizni butlarga cho'qinishdan yuz o'rib, Allohga ibodat qilishga, rost so'zlashga, omonatga ishonchlik bo'lishga, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga, qo'shnilar bilan yaxshi o'tishga, haromdan yiroq turishga, kishilarga yaxshi muomala qilishga buyurdi. Bizni zina fohishidan, yolg'on guvohlik berishdan, yetimlarning mol-mulkini yevlishdan, iffetlik ayollarga qara chaplashdan va barliq yomonliklardan ma'ni qildi. Simvollik ibodat namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish, haj qilish, Qur'on o'qish, zikr va duo qilish qatorliq farz vojib amallarga markazlashidi. Simvollik ibodatlar amaliy ibodatlarni ro'yobga chiqarish uchun vositalik rol o'ynaydi. Amaliy ibodat sizdan rost gap qilishni, va'daga vafo qilishni, har ishda durust va to'g'ri bo'lishni talab qiladi. Simvollik ibodat sizdan namoz o'qishni, ro'za tutishni, zakot berish qatorliq farzlarni talab qildi. Amaliy ibodat g'oya, simvollik ibodat vositadir. Buning ma'nosi simvollik ibodatlar amaliy ibodatlar uchun xizmat qiladi. Masalan, namoz yaxshi ishlardan to'silishga turtki bo'lganga o'xshash, Alloh taolo mundaq degan: namoz qabiy ishlardan va gunohlardan to'sidi. Ro'za taqvodorlikqa erishtirganga o'xshash, Alloh taolo mundaq degan: ey iymon etganlar, taqvolikqa erishishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ro'za farz qilindi. Zakot gunohdan poklaganga o'xshash, Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq degan: ey payg'ambar, sen ularning pul mollarining bir qismini sadiqa, zakot hisobida olganki, uning bilan ularni gunohlardan poklagaysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan. Amaliy ibodat joyida o'rindalmasa, simvollik ibodatning foydasini ko'rgil bo'lmaydi. Oxiratda simvollik ibodatlar amaliy ibodatlardagi nuqsonlarni to'ldira olmaydi va kishini do'zaxdan saqlab qola olmaydi. Amaliy ibodat muomalaning durust bo'lishini shart qiladi. Payg'ambar alayhissalom bu haqiqatni tushuntirish uchun sahobalardan kimning quruq qo'l qolg'uchi ekanligini bilamsizlar deb so'raganda, sahobalar hech qanday mol-mulki bo'lmagan kishini quruq qo'l qolg'uchi kishi deymiz deydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni birov namoz, zakot va ro'za bilan keladi. Ammo u birini tillagan, biriga tuhmat chaplagan, birining pul bilan yavilgan, birining qanini to'kkan, birini urgan bo'lib, bu sababdan uning yaxshi amallari shularga elib berildi. Uning yaxshi amali tugisa, ularning gunohlari uning ortildi. Ondan u do'zaxga tashlandi. Mana bu mening ummatimning quruq qo'l qolg'uchisidir degan. Bu hadisda ibodat bilan muomala o'ttirisidagi farq ochiq ko'rsatilgan. Hadisda ko'rib o'tganimizdek, namoz ibodatdir, zakot ibodatdir, ro'za ibodatdir. Ammo birini tillash muomildir, biriga tuhmat chaplash muomildir, birining pul milini yevilish muomildir, birining qinini to'kish muomildir. Bu hadisdan muomilning nacharligi sababli ibodatning o'z kuchini yo'qotganligini va foydasi bo'lmaganligini ko'rgili bo'ladi. 1.
Peygamber aleyhisselam yen mundaq degan. Birov üstü başını çang tozan qaplagan, çaçları çuğulgan qiyafətdə iki qolunu asmağa götürüb, "Ey Rabbim, ey igem" deb dua qılıdı. Halbuki onun yegen içkenleri haramdın, kiygenleri haramdın bulup, o haramdın uzuqlanğan tursa, qandaqmı onun duası icabət bolsun? Çünki haramda yirak duruş, halaldın yiyiş, halaldın içiş ve halaldın kiyiniş əmeli ibadətdir. Dua qilish simvollik ibadətdir. Bu hadisdə əməli ibadət bolğan haramda yirak duruş orundalmağanlıq üçün simvollik ibadət bolğan dua icabət qılınmağan. İkinci, Peygamber aleyhisselam yana mundaq degan. Bəzi roza tutquchilar barki, ular özlərinin tutqan rozadan açlıq bilan ussuzluqdan başqa heç narsaga erişəlməydi. Bu hadis g'ayvat, yolg'on gap, arziyat qatorliq gunohlarni sodir qilish orqali o'zining tutqan rozasini buzib etgan kishi to'g'riliq kelgan bo'lib, gunohdan saqlanish amaliy ibodatdir. Roza tutish simvollik ibodatdir. Amaliy ibodat o'rindalmaganlik uchun simvollik ibodatning savobi bekor bo'lib ketgan. Payg'ambar alayhissalom insonlarni jannatga kirgizgan ishlarning eng ko'pi taqvolik bilan go'zal axloqdir deb ko'rsatgan. O güzel əxlaqqa təşəbbüs qılıb, mən əxlaqı güzel bolğanlarning jannatdagi eng yuqori mərtəbəlik qasriga kirishiga kapolat qila olayman degan. Payg'ambar alayhissalom yana qiyomat kuni mo'min kishining mizonida güzel axloqdan salmoqroq keladigan hech amal yo'qdir degan. Güzel axloq degan ko'pincha kishilar tushungandek yolg'on tabassum qilib qo'yish yoki birovning ko'nglini yasab qo'yish emas. Balki güzel axloq muomalada durust bo'lish, gap so'zda rostchil bo'lish, va'daga vafodor bo'lish, din va dunyolik har bir ishni qitirqinib qilish va sevgi muhabbatda samimiy bo'lishdir. Taqvolik degan nurg'un kishilar tushungandek ko'p ibodat qilish musulmoncha kiyinish emas, balki taqvolik Alloh taolaning buyurganlarini qilish, to'sqanlardan yenish orqali uningga itoat qilish va Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha yashashdir. Kişilarni do'zaxdan saqlab, jannatga kirgizadigan asosiy amallar mana mushulardir. Janobi Alloh taolo hammamizga bu axloqni nasib qilg'ay. Amin.